Zarifaxon, to'xtang, Tegma iltimos. menga. Nima? Bo'yoviga kirgizmasdan haydayatding. Endi nima yopishyapsan menga? Yo, meni kechiring, iltimos bir marta gapimni eshiting. Nima deysan? Xonim, meni bu yerda ko'rganingizni qaynonangizga aytmang, iltimos. Nimaga ekan? Xudoyim. Aytsiz meni sho'rim quriydi-ku. Buni vaqtlar o'ylash kerak edi. Xonim, axir aytdim-ku. Men bu uyda egasi bilan tanishmasman. Shunchaki Bekzod aka yordam berdi xolos. Bu gaplaringga umuman ishongim kelmayapti. Nima Bekzod aka kelib seni o'ynashni uyiga olib kelib qo'yadimi? A? Ko'cha to'la mehmonxona, qanchadan qancha ijaraga beriladigan uylar bor. Qasam ichaman, ishonmasangiz, lekin aldamayapman. Iltimos, yolvoraman, Siroya xonimga bu gaplarni aytmang. Axir meni sho'rim qurib qoladi-ku. Keyin bir umr ishdan haydalaman. Yaxshi. Bo'lmasa sen ham men aytganimni qilasan. Aha,